uyimiz aynan Toshkent shahrida joylashgan bo'lib, hozir sizlar uchun to'liq video obzorini qilib beraman. Assalomu alaykum qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani G'azalkent ko'chasida joylashgan bo'lib, bu ko'chani bilmagan odam bo'lmasa kerak. 6 sotuv yer maydoniga ega bo'lgan, taxminan kvadraturasi 500 kvadraturani tashkil qilgan uyimizni video obzoriga keldik. Ko'rib turgan uyinglar ustini ko'ryapsiz, travertindan qilingan 6 sotuv yer maydoniga mana mashaqqa qilib basseyn qilishgan. Bu yoq tarafda bo'lsa ajoyib stilda yozgi oshxonasi mavjud. Bu yoqda bo'lsa hojatxonasi, yana zeleniy zonalari va mana bu uyimizning orqa fasadi o'rtoqlar, ishoninglar, uyimizning oldi fasadidan ko'rsanglar kichkina uy deb o'ylaysizlar, lekin unaqa emas. Juda ham ajoyib proyektda qurilgan uyimizning video obzorini davom ettiramiz. Ko'rib turganingizdek o'rtoqlar, shunaqa yozgi oshxonamiz mavjud, juda ham katta qilib qilingan. Bu yerga bemalol tabjan deysizlarmi, stul deysizlarmi qo'yib, yozlarda mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Mana stolga necha o'rtoqlar, ishoninglar, men bunaqa yozgi oshxona ko'rmaganman. O'zgacha stilda qurilgan, ajoyib uy ekan o'zi ham. Orqa hovlidan kelganingizda uyimizga ikkita kirish mavjud. Yana mana bu birinchi kirishimiz va pastga kirishimiz ham mavjud. Uyimiz aytib o'tganimdek 3 urovенdan tashkil topgan bo'lib, hamma qavatlarini ajoyib stilda qurishgan, high-tech stilda, ya'ni bu stildan bilasizlar, juda kamdan-kam quruvchilar akalarimiz foydalanib qurishadi. Ko'rib turganingizdek mana mashaqa orqa hovliga qaragan gostiniyamiz mavjud. Bu bo'lsa uyimizning ichkarisi. Bu yoqni ham gostiniy qilib, stul deysizlarmi, divan kreslo deysizlarmi qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Bu tarafda bo'lsa Hoffman brend tarafdan jihozlangan shunaqa zamonaviy oshxonamizga ko'zinglar tushadi o'rtoqlar. Bu yoqda ikkinchi qavatga chiqish, podvalga tushish, bitta xonamiz va hojatxonamiz mavjud. Yuvinish xonasi birinchi qavatdagi. Bir xillikdan charchadim deydigan odamlar uchun menimcha juda ham zo'r variant. Birinchi qavatdagi birinchi yotoqxonamiz bu. Uyimiz high-tech stilda qurilgani uchun oshxona va zalni bitta qilib yuborishgan o'rtoqlar. Bu bo'lsa sizlarga aytib o'tgan uyimizning tashqi fasadidan, ya'ni tashqarisidan kirish qismimizni video davomida buni ham qo'yib ketaman, ko'rasizlar. Kirganingizda chap qo'lda shunaqa shkaflar qilib qo'yishgan. Ikkinchi qavatga chiqib obzorimizni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, ikkinchi qavatimizda umumiy hisobda 3 ta yotoqxonamiz mavjud. Bu uyimizning tashqarisiga qaragan balkonimiz o'rtoqlar. Bu yoqda bo'lsa hol qilishgan shunaqa qilib va ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxonamiz. Shunda o'sha yotoqxonamizning yonida ko'rib turganingizdek umumiy yuvinish xonasi ikkinchi qavatdagi. Yuvinish xonaning yonginasida yana bitta yotoqxonamiz mavjud. Bu yotoqxonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lib, boshqa xonalarga nisbatan ancha o'lchamlari katta hisoblanadi va undan tashqari o'zini albatta yuvinish xonasi mavjud xonamizning ichida. Ikkinchi qavatdagi oxirgi yotoqxonamiz, bu xonamizni ham ko'rib turganingizdek ajoyib ranglarda qo'yishgan. Aytgancha, yana bitta narsani ta'kidlab o'tish joiz, butun uyimizda konditsionerlar yo'q, mana shunaqa chiller sistema qilingan uyimizda. Uyimizni podval qismiga sekin astalik bilan tushib oldik, ko'rib turganingizdek. Shundoq tushganingizda shunaqa подземный garajimiz bor. Bu yo'lga bemalol ikkita mashina ketadi. Undan tashqari mana bu turgan joyiga yana bitta mashina bemalol tushadi, ko'rib turganingizdek.